O'zbekistonda barcha uy hayvonlari 7-avgustdan boshlab pasport olishi shart bo'ldi. Endi egalari hayvonlarni, misol uchun sigir, qo'ylar, echkilar va tuyalarni tug'ilgandan keyin 14 kun ichida, otlarni 4 oygacha, cho'chqalarni 30 kungacha, it va mushuklarni 3 oygacha ro'yxatdan o'tkazishi shart bo'ldi. Bu qiziq bo'ldi. Bu qanaqa bo'ladi endi? U mushuk tug'ilsa yo it tug'sa, uni tuqqan bolasini ko'tarib olib borish kerakmi? Bu ham mayli tug'ilganida. Uni keyingi savollar tug'iladi. Demak, tug'ilganda pasport olsa, o'lsa o'limli guvohnomasi olish kerakmi? Tug'ilsa pasport, o'lsa o'limli guvohnomasi bo'lsa, bu qanaqa? Ertaga uni nikoh dalolatnomasini ham tutish kerakmi? Bir bizda men tushunmayman-da. Bizda nima qonunchilikda umuman muammoli masala qolmadimi shu it bilan mushukning masalasidan boshqa? 1000 ta muammo-ku.